Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini proaktiv tarzda yuborishlikni o'rganamiz. 2026-yildan boshlab jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va ijtimoiy soliq hisobotlari soliq organlari tomonidan, ya'ni proaktiv tarzda yuborilishi belgilab qo'yildi. Hop, endi shu hisobot qanaqa ko'rinishda, qanaqa tartibda shakllantirilishini sizlar bilan birgalikda o'rganib chiqamiz. Hop, bu uchun my.soliq.uz saytidan o'zimizning shaxsiy kabinetimizga kirib olamiz. Yuridik shaxslarning hisobotlarini yuborishga o'tamiz. Elektron shakllar bo'limidan 111-koddagi jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i hisobotlariga kiramiz. Hop, bundan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va ijtimoiy soliq hisob-kitobiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Hop. Hisobot detallari, hisobot turi, soliq turi, hisobot turiga hisobot, yilga qaysi yil uchun hisobot qilinayotganligi va davrga qaysi oy uchun hisobot qilinayotganligi. Hozir biz yanvar oyiga hisobot yubormoqchimiz. Hop, undan keyin biriktirilgan shablon fayli, shablon yuklab olinadi. Bu jarayonlar avvalgi, misol o'tgan yilgi tartib bilan deyarli o'zgarmagan, bir xil tarzda davom etib ketyapti. Hop. Biriktirilgan shablon faylini yuklab oldik va bu yerga shu so'ralgan ma'lumotlarni to'ldirib borishligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimizning xodimlarimizning ma'lumotlari bir chekkadan to'ldirib chiqiladi. Birinchi ustun tartib raqami, nechta xodim borligiga qarab tartib raqami yoziladi. Hop, ikkinchi ustuni jismoniy shaxsning familiya, imi, otchestvo, ya'ni ism sharifini yozishimiz kerak bo'ladi. Uchinchi ustun lavozimi, qaysi lavozimda ishlayotganligi. To'rtinchi ustunga jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami, ya'ni 14 ta raqamdan iborat PNFL raqamini yozamiz. Beshinchi ustun ish o'rni, ya'ni tashkil qilingan sana, ya'ni ish o'rni qachon tashkil qilindi. Agar ish o'rni 2026-yilgacha tashkil qilingan bo'lsa, 01/01/2026 yozib ketamiz. Agar 2026-yilda keyin tashkil etilgan bo'lsa, ya'ni mana shu yil davomida tashkil etilgan bo'lsa, aynan qaysi sanada tashkil qilinganligini chislosini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Hop, jismoniy shaxs turi rezident yoki norezident, ya'ni O'zbekiston fuqarosimi yoki chet el fuqarosimi, shunga qarab 1 yoki 2 raqami qo'yilar ekan. 7-ustun hisobot davrida xodimning holati ishlab kelmoqda yoki ishdan bo'shaganligi ko'rsatiladi. 1 qo'yilsa ishlab kelmoqda bo'lar ekan, 2 raqamini qo'ysak hisobot davrida xodim ishdan bo'shaganligi bildirilgan bo'ladi. Hop, keyingi ustunimiz shartnoma turi, mehnat shartnomasi qanaqa ko'rinishda qilingan. U xodim bilan biz asosiy ko'rinishdagi mehnat shartnomada ishlaymizmi yoki fuqarolik huquqiy tusdagi shartnomada ishlaymizmi yoki o'rindoshlik ko'rinishida ishlanadimi? Hokazo shu ko'rinishlardan, shu 5 ta ko'rinishdan qaysinisi bo'yicha shartnoma qilib ishlayotgan bo'lsak, unda o'shani raqami ko'rsatiladi. 9-ustun stavkasi, ya'ni xodim necha stavkada ishlaydi? 1, 1,5, yarim yoki 0,5 stavka, shularni ko'rsatib qo'ysak bo'lar ekan. 10-ustun ish o'rni. Ish o'rnini ham shu 5 ta ko'rinishdan qaysinisi to'g'ri kelsa, o'shani raqamini ko'rsatib ketamiz. Keyingi ustun jami hisoblangan mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar. Bu degani yil boshidan hisobot davrigacha umumiy miqdorda hisoblangan oyliklari, daromadlari ko'rsatilishi kerak bo'lar ekan. Hop, bu yil boshidan hisobot davrigacha o'sib boruvchi tartibda hisobot har oyda jo'natib borilganda o'sib boruvchi tartibda to'ldiriladi. Ya'ni yanvar oyidagi hisoblangan oylikning o'zi yoziladi. Fevral oyida yanvar-fevral oyining oyliklari qo'shib yoziladi. Mart oyida 3 oylik oylik yoziladi. Shu tartibda dekabrgacha o'sib boruvchi tartibda hisobot topshirib boriladi. Hop, 12-ustun shundan hisobot davrida hisoblangan mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar, ya'ni aynan shu 11-ustundan hisobot davrini o'zida necha pul oylik hisoblandi, ya'ni yanvarning o'zida yoki fevralning o'zida qancha hisoblandi yoki misol noyabrning o'zida qancha hisoblandi va aynan hisobot davrimiz qaysi oyga hisobot yuborayotgan bo'lsak, o'sha oyning o'zida necha pul hisoblanganligini, oyligini yozishimiz kerak bo'lar ekan. Hop, keyingisi jami hisoblangan soliq summasi, ya'ni umumiy hisoblangan oylikning 12% yozilar ekan va shundan hisobot davrida hisoblangan soliq summasiga o'sha oy hisobot davridagi oylikning 12% yozilar ekan. Hop, qolgan ustunlari imtiyozlariga qarab to'ldiriladi. Ya'ni bizada xodimlarimiz jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha
imtiyozga ega bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha imtiyoz kodlari yoziladi va o'sha imtiyoz bo'yicha deylik necha pul daromad beryapmiz, o'sha narsani yozishimiz kerak bo'ladi. Hop, imtiyoz kodlarini qayerdan olamiz deydigan bo'lsak, bu o'tgan yilgi hisobot topshirish davrimizda aynan mana bu bo'limida shu 2025-yilgi shaklni ochib olamiz va aynan shu yerda hisobot tanlash, imtiyoz tanlash bo'limi bor. O'sha yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan imtiyozni ko'rsak, o'shani boshida ID kodlari yozib qo'yilgan bo'ladi. Hop. Biz endi buni to'ldirishlikni tushundik. Buni hozir endi men o'tgan yilgi olingan ma'lumotlarimdan foydalanib to'ldirib qo'yaman. Hop, bizda 3 ta xodim ishlayapti, ma'lumotlar tushdi. Bunga biza 01/01/2026 sanasini qo'yib ketamiz. Ya'ni 2026-yilgacha tashkil qilingan bo'lganligi uchun. Hop, undan keyin buları to'ldirildi va oyligini yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hop, bizani oyligimiz qancha hisoblanganligini shu korxonamizdagi xodimlarning oyligi har oyda necha hisoblanayotganligini o'zimiz bilamiz. Ya'ni ishga chiqqan chiqmagan kunlarga qarab natijani qilgan bo'lamiz. Shu natijani bo'yicha yozishimiz kerak bo'ladi. Hop, 11-ustun bilan 12-ustun bir xil bo'ldi hozir. Chunki biza yanvar oyiga hisobot topshiryapmiz. Yanvar oyida hisobot davridan, yil boshidan hisobot davrigacha bo'lgan oyligi ham shu bo'ldi. Yanvar oyidagi oyligi ham shu bo'ldi. Agar fevralga qotgan bo'lgan bo'lsa-da, bu yerga 2 oylik oyligini yozgan bo'lardik, boya aytib o'tganimdek. Hop, undan keyin oyliklarini yozishimiz kerak edi. Yozdik, uni soliqlarini hisoblab chiqamiz endi va 13-ustun jami hisoblangan soliq summasiga aynan shu 11-ustundagi summani ko'rsatib, uni 0,12 qismi, ya'ni 12% chiqaramiz formuladan foydalanib. Hop, hop, shuni qolgan ustunlarga ham, qolgan qatorlarga ham bemalol o'sha formuladan foydalanib tortib qo'ydik. Demak, bitta xodimimizni 1,5 million 12% 180 ming chiqdi, 1 million 312% 156 ming, bular ham 156 mingdan chiqdi. Hop, 14-ustunga aynan hisobot davrida, ya'ni 12-ustunda ko'rsatgan summamizni 12%, 0,12 qismini ko'rsatib, buni ham ustunlarga tushirib qo'yamiz. Hop, endi agar korxonamiz jismoniy shaxslardan ijaraga joy olgan bo'lsa, ikkinchi listini ham to'ldirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Agar jismoniy shaxslardan hech qanaqa ijaramiz yo'q bo'lsa, ikkinchi listga o'tib o'tirmaymiz. Hozir bu korxonamiz jismoniy shaxsdan ijaraga joy olgan, shu sababli biza bu ikkinchi listini ham to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Buni ham shu o'tgan yilgi ma'lumotidan olamiz. Yoki shu ijara shartnomasidagi ma'lumotlardan foydalansak ham bemalol misol o'sha ma'lumotlar ham bizga ma'lumot o'tishi mumkin. Ya'ni to'ldirishimiz uchun ma'lumotlar shu ijara shartnomada ham yetarli. Prosta hozir men ijara shartnomani alohida ochib o'tirmasdan shu 2025-yildagi odam bilan, ya'ni 2026-yilda ham o'sha joyda ishlayotganligi uchun o'sha ma'lumotdan foydalanib ketdim. Hop, birinchi ustun tartib raqami yozildi, ikkinchi ustunga jismoniy shaxsning ism familiyasi, ya'ni ijaraga joy olgan bo'lsa yoki boshqa ko'rinishdagi, ya'ni jismoniy shaxslarga boshqa ko'rinishdagi, ya'ni oylikdan tashqari, mehnatga haq to'lashdan tashqari mulkiy tarzda biza ularga haq to'layotgan bo'lsak, unda shu joyga, shu listga to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni faqatgina ijara emas. Hop, jismoniy shaxsning identifikatsion raqami, ya'ni PNFLni ko'rsatgan 14 ta raqam. Jismoniy shaxsning turi rezident yoki non-rezident, O'zbekiston fuqarosi yoki chet el fuqarosiligi ko'rsatildi. Jami hisoblangan daromadlar va hisobot davridagi daromadni so'rayapti. Jami hisoblangan daromad xuddi oylikka o'xshab o'sib boruvchi tartibda yil boshidan hisobot davrigacha har oyda yig'ilib o'sib boruvchi tartibda to'ldiriladi. Bizani joyimiz 2 million 300 mingdan ijara shartnomasi bo'yicha tuzildi. Uchun 2 million 300 ming ko'rsatib qo'ydik. Jami hisoblanganga ham, hisobot davridagi hisoblanganga ham. Hop, 7-ustun daromad turi deyapti. Ya'ni bu shaxsdan, bu jismoniy shaxsdan
qanday ko'rinishdagi daromad olyapti bu jismoniy shaxs bizadan? Ya'ni nima ish qilib berdiki, biz bunga daromad beryapmiz, pul beryapmiz. O'shani ko'rsatishimiz kerak ekan. Hop, mulkiy tarzda, ya'ni qanaqadir mol-mulkni ijaraga ya'ni qanaqadir mulkini bizga sotgan bo'lsa va boshqa nimadir mulkiy tarzda qanaqadir xizmat ko'rsatgan bo'lsa, unda mulkiy tarzda bo'lar ekan yoki mol-mulkni ijaraga berishdan, ya'ni shu bino inshootlari yoki o'sha yerlarini ijaraga bergan bo'lsa, unda 2 raqam qo'yilar ekan. Moddiy naf tarzidagi daromad yoki daromad solig'i ushlab qolingan moddiy naf tarzidagi daromadlar ushlab qolinmagan deyilyapti va boshqa ko'rinishdagi daromadlar deb ko'rsatib o'tilgan ekan. Ya'ni shu 5 tadan qaysinisi bizga to'g'ri kelsa, o'shani raqamini ko'rsatishligimiz mumkin bo'ladi. Hop, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i deyapti. Xuddi boyagiga o'xshab jami hisoblanganga 5-ustunnigini 12% ni ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 0.12 qismi va shundan hisobot davridagi hisoblangan soliq summasiga ham aynan 6-ustunligini ko'rsatib o'tamiz. Bunda ham xuddi shunaqa, agar imtiyozlari bor bo'lsa, imtiyoz kodlari va qancha miqdordagi haq to'lanayotgan, ya'ni imtiyozga tushgan daromadning qismini ko'rsatib o'tishligimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi ustungi xodimlarimiz, ikkinchi ustungi ijaramiz bo'yicha ma'lumotni to'ldirdik va buni faylimizni saqlanib qilib olamiz. O'zimiz topa oladigan joyga saqlanib qilamiz. Dedik рабочий stolga. Hop. O'zimiz xohlagan nom bilan saqlanib qilsak bo'ladi. Hop, faylni saqlab oldik. Endi faylni tanlang degan joyiga aynan yasagan faylimizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana hisobot yanvar deb yozib qo'ygandim, tanladim. Endi mana shu joydan boshlab o'sha yengillangan ko'rinishga o'tib ketyapti. Ya'ni hisobotni yuklash degan narsa oldin chiqmas edi. Pastga jadvalni o'zimiz to'ldirib chiqardik. Endi bo'lsa hisobotni yuklash degan bo'lim ochildi. Bunda yozib qo'ydim, formani to'ldirish uchun hisobot yuklash tugmasini bosing. Ma'lumotlar tanlangan fayldan import qilinadi. Ya'ni biz hozir tanlagan faylimizdan avtomat tarzda ma'lumotlar tushar ekan. Hop, hisobotni yuklash deganni bosdik. Bu yerda mana sheer soni 3 ta chiqdi. Birinchi varodan, ikkinchi listimizdan bittagina sheer topildi deb ma'lumot beradi. Hisobot davridagi ishlovchilarning o'rtacha soni degan joyga nechta odam ishlayotganligini ko'rsatib o'tib ketsak bo'ladi. Hop. Bu 011, 010 satrlarimiz avtomat tarzda to'ldirildi. Bularga oldinlari o'tgan yilgi 2025-yilda hisobot topshirayotgan paytimizda ham qo'lda, ya'ni ruchnoy tarzda to'ldirardik. Endi bizning faylimizdan o'zi jami hisoblangan daromadlarni va hisobot davridagi daromadlarni ham oldi va undan tashqari boyaga mana 2.300.000 ijaramiz bo'yicha ma'lumotni ham tortdi. Agar ijara yo'q bo'lganda ikkinchi list to'ldirib o'tirmasdik, yana eslatib o'taman. Ijara yo'q bo'lsa, jismoniy shaxslardan ijaraga olmagan bo'lsa, ya'ni ijarachimiz yuridik shaxs bo'lsa ham bu yerga to'ldirilmaydi. Hop, jismoniy shaxsdan biz ijaraga joy olgan bo'lsak, bu ma'lumot to'ldirilmaydi. Ikkinchi list va bu yerda ham ma'lumot chiqmaydi o'shani. Xo'sh, soliq stavkalari ko'rsatilishi kerak bo'lgan joyiga endi ijtimoiy soliq bo'yicha necha foizda ishlaymiz? 12% danmi yoki 7% limi, 25% limi? Xullas, o'zimizga kerakli bo'lgan stavkani ko'rsatamiz. Biz hozir 12% da ishlaymiz, shuning uchun 12% ko'rsatdik. Jismoniy shaxs daromad solig'i bo'yicha 12% ko'rsatyapti va hisoblangan INPS summasini ham ko'rsatib o'tishligimiz kerak bo'ladi. 6.400.000 hisoblangan bo'lsa, o'shani 0.1% 6.400 so'm bo'ladi. Shuni yozdik. Hop, endi ma'lumot o'rnida yana hozir oldinlari biz mol-mulkni ijaraga berishdan beruvchi jismoniy shaxslar uchun belgilangan ijara to'lovi degan ma'lumotnomasini, ya'ni 3-ilovasini to'ldirardik. Bu ilova ham o'zi avtomat tarzda ijara.soliq.uz sayti orqali o'tkazilgan ijara bo'yicha to'ldirildi. Hop, bu yerda mana hisobot oyi uchun deyapti. Hisobot oyi uchun ijara to'lovining eng kam miqdori 2.40.000 ekan va ijara shartnomasi asosida biz berayotgan, hisoblayotgan ijara to'lovi 2.300.000 deyilgan ko'rsatib o'tdi va ijaraga berilayotgan mol-mulkka o'sha ijarada turgan joyimiz qaysi hududdaligini ko'rsatib o'tganmiz. Toshkent shahrida ekan, mana shu Toshkent shahriga to'g'rilab qo'ydi. Hop. Ma'lumotlar o'zi to'ldirildi. Bu ma'lumotlar ham to'ldirib o'tildi. Endi saqlash tugmachasini bosadigan bo'lsak, aynan avtomat tarzda degan ma'lum bo'limga o'tib, proaktiv tarzda ketadi va o'sha soliq hisobot
soliq organlari tomonidan avtomat tarzda jo'natib yuboriladi. Ya'ni ma'lumot saqlanadi va shu saqlangan ma'lumotlar asosida hisobot davri kelganda soliqchilar tomonidan, soliq organlari tomonidan o'zi jo'natiladi. Agar jo'natishni bosadigan bo'lsak, hozir o'zida jo'natiladi. Xo'p, agar biza saqlash orqali shu to'ldirib jo'natmoqchi bo'lsak, biza hisobot davrini muddati tugashiga 5 kun muddat qolgungacha biza bu hisobotni to'ldirib saqlab qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Va o'sha 5 kun muddat qolgungacha agar nimadir noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, o'zgartirish imkoniyatimiz ham bor. Jo'natishni bosib qo'yadigan bo'lsak, unga boshqatdan qayta hisobot qilib o'zgartirishga to'g'ri keladi. Hop, biza hozir buni saqlashni bosdik. Korxonamizni ключini yozamiz, parolini. Okey bosdik. Shunda bizani yuborgan hisobotimiz mana avtomat ko'rinishga o'tdi va xomaki ko'rinishga tushdi. Agar uni o'sha hisobot muddati shakllanib jo'natib yuborilgandan keyin bu ham o'sha holati qabul qilingan yoki o'sha xatolikka o'tadi. Bizada hozir hech qanaqa xatolik bo'lmaganligi uchun avtomat qabul qildi va xomaki holatda saqlanib bo'ldi. Qabul qilingandan keyin bitta tekshirib yana o'sha soliqlarni to'lab qo'ysak ham bo'ladi.